2023-yil bitta yaxshi changan avtomobilni ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, zavod bortida holati juda ham zo'r. 2023-yil kraskalari top-toza, atiga 22 000 km yurgan, holati juda ham zo'r. Zaskoy bortlarda balonlargacha holati zo'r. Mashinani umumiy olganda holati juda ham zo'r. Hamma yog'i yaxshi holat turibdi. Ko'ryapsizlar, orqa tomonlari ham, salonlari ham priятный, yaxshi poliklar qo'yib qo'yishgan. 22 563 km bo'libdi. Kansellargacha hamma yog'i ishlab turgan ekan. Siklopodiyomlik hamma narsasigacha bor, rul elektronniy. Xo'p, stejdan yaxshi metalli qo'yib qo'yishgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Stejdan oddiy metal emas, falon pulga qo'ydirishgan ekan shularni ham. Bortlari ham yaxshi bortlardan, o'sha qimmat bortlardan. Ko'rib turibsizlar, holati zo'r mashinani ish qilib. Ana priятный mashinalar bo'ladi, shunaqa mashinalardan bittasi ekan. Holati yaxshi. 2023 atiga 22,5 ming yurgan bu changanni olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 11 900 ga beramiz. Yurib qolinglar, bosib olinglar.